Salomimizga xos, sizlar bilan Astros. Tak, qadrli obunachilar, anchadan beri videolar chiqmayotganiga uzr. Cooling Games'da Yuji va Megumiga ochko yig'ishga yordamlashib, undan keyin dam olish uchun Reze va Makima bilan choy ichib, yo'lga qaytayotganda Rukiyani Soul Society'dan qutqarib olib, Ichiguni qo'lga topshirgandim. Okey, bilan hammasi hazil. Asosiy, конечно, o'zim erinchoqligim, bir ikkita soqqali chiqqani, IELTS'ga tayyorlanish va buni ustiga 1-2 kun oldin yaqin qarindoshimning to'yi bo'ldi. Tak что da sorry. No, va nihoyat уже o'zimga ham ilhom qaytdi va comeback uchun yetarlicha ideyalar bor. Shunga bugun Jujutsu Kaisendagi top 5 ta eng zo'r qism, ya'ni o'zim eng sevimli 5 ta qismlarim haqida aytib bermoqchiman. O'ylashimcha bu safga qaytib olish uchun yaxshi mavzu. Qani boshladik. Birinchi sezon 12-qism To You Someday. Bu qism mavzuga ko'pchilik eslolmasa ham kerak, lekin aynan mana shu qism men uchun ijodkorlar jangini ko'rishda eng birinchi prям wow effekti bergan epizod bo'lgan va bu 1 yilcha oldin bo'lgan ekan. Jujukani birinchi marta ko'rganimda o'zim umuman Junpei ajoyib personaj va qanaqangidir anime logika yoki o'tda ketgan Shekspircha dramatizmdan ko'ra har kungi oddiy realistik yovuzlik qurboni va все-таки yaxshi bola edi. Uni hammamizga o'xshab kinolarga qiziqishi, tagi bezorlardan aziyat chekkani, Ryuji bilan qisqacha bo'lsa-da do'stligi va afsuski Mahiton manipulyatsiyalari va buni oqibatida uni tomonidan sotilishi va rostdan ham ayanchli o'limi Yujini hayotdagi eng birinchi katta travma bo'lgani, rostdan ham unga yordam bermoqchi bo'lganligi va nima bo'lishi mumkinligi haqidagi segment menda har doim kuchli emotsiyalarni chaqiradi. Biling, bu qismdagi soundtrackka aytmaysizlarmi? Ya'ni Once Innermost Thoughts haligacha playlistimda va haligacha repeatda. Chunki bir vaqtda ham g'azab, ham cheksiz qayg'u tuyg'usini pianino, gitara va vokal orqali zo'r yetkazib bergan. Yujini Mahitoga bo'lgan asl nafrati, qasos niyati va buni hisobdan har bitta zarbani haqiqiy tuyulishi va umuman olganda jang postanovkasi elit darajada. Qo'shimchasiga bu qism animedagi gap orqali yovuzlikdan qaytarish va so'nggi momentni qutqarib qolish kabi stereotiplarga yaxshi revolyutsion moment va nafaqat men uchun, balki ko'pchilik uchun Jujutsu Kaisenni chinakamiga sevishga boshlashga start bo'lgan ekan. Menimcha bu ro'yxatda bo'lishga va uni ochib berishga ideal kandidat. Birinchi sezon 20-qism Non standart. Bu haqida o'tgan epizodga o'xshab dramaturgiya yoki ssenariy zo'rligi haqida ayta olmasam ham, chinakam JJK turidagi hype deya olaman. Birinchi navbatda, конечно, Todo bilan Yujin real do'stligi yo'q, bratanligi. Ularni qanday qilib ideal tandemda ishlashi, Todoni asosan prikol sifatida qabul qilinsa ham, rostakam zo'r aqli, o'z texnikasini kreativ ishlata olishi, Yujini Black Flash ishlata olish mahorati va albatta Satorudan eng birinchi Hollow Purple serialdagi va yana bitta zo'r OST. Bu rostdan ham haqiqiy adrenalin va dopamin to'planmasi va To You Somedaydagi tragediyaga solishtirilganda o'ziga xos kontrastli shedevr. Kyoto almashuv arka men uchun eng zo'r emas, lekin shu qismdagi kulminatsiyani, har bitta zarbani his qilinadigan darajada vahuyinli qilingan jang postanovkasi, Todoni personaj sifatida o'zini ochishi va oxirida Saturning o'zini eng kuchliligini isbotlashi chinakamiga esda qolarli final. Ikkinchi sezon 5-qism Premature Death. Meni fikrim bo'yicha bu вообще eng yaxshi qism JJKdagida, umuman olganda Hidden Inventory ijodkorlar jangidagi eng yaxshi arka va Suguruga eng yaxshi yozilgan personaj. Epizod как раз таки u haqida. Gojo'ning tarixi sifatida ko'pchilik biladigan Hidden Inventory yoxud Premature Death, dramaturgiya, personajlarning yozilishi, syujet va hattoki ma'naviy jihatlama rostdan ham Jujutsu Kaisenning eng yuqori nuqtasi. Satoru va Suguruni do'stligi, Rikoni personajni bir vaqtda hamma yorqinligi va mayinligi o'zimga uncha yoqmasa ham, Tojini antagonist sifatida zo'rligi, janrni yozgi plyaj komediyasidan thriller fantaziga o'tishi va yolg'izlik, travma va jamiyat yoshlarni hayotdan afsuslanishiga olib kelishi oqibatida toki eng oqko'ngil yosh qalblar eng buzg'unchi g'oyalarga kelish haqidagi fikr rostdan ham zo'r va agar Gegi qo'lidan kelsa, rostdan ham yaxshi ssenariy yoza olishiga haqiqiy isbot. Premature Death epizodi как раз таки shu 1,5 soat davomida sodir bo'lgan dinamik voqealarni yakuniy xulosiga olib keladi va Suguruni 1 yil davomida shaxs sifatida sinishi va so'nggi qarorni qabul qilishi qiziqarli ravishda deyarli actionsiz bo'lgan qism bo'lsa ham, butun JJK davomida menda eng ko'p emotsiya chaqirgan va hattoki ko'zimga yosh olib kelib, tog'imga haqiqiy og'riq qilib qolishiga olib kelgan epizod. Absolut shedevr. Buni ustiga Sugurudan tashqari Bottaniga Satoru o'zini aynan shundoq tutishi va nima sababdan bunaqa insonga, bunaqa maqsadlarga kelganiga yaxshi dramaturgik asos bor. Xullas, fikrimdan qaytara olmaysizlar. Bu rostdan ham best of the best epizod va даже butun arkasi qayta ko'rganda ham emotsiyalar bir talay. Sezon 21-qism Metamorphosis. Yana bitta peak JJK moment va meni subyektiv fikrimga ko'ra Jujutsu Kaisendagi temp, dinamika, action va yaxshi dramaturgik asosga ajoyib namuna. Ushbu epizoddagi lokatsiyalarning tez almashishi, animatsiya, vizual yorqinlik, yana bir bor Yuji va Todoning xarizmatik dueti, haqiqiy intriga, Yujining personaj arkasining rivojlanishi va Mahiton va nihoyat qilgan jirkanch ishlari uchun javob olishi, bularning hammasi ko'z uchun haqiqiy orgazm. Esingizda bo'lsa, videoning boshida Junpei haqida gaplashgandik va bu qism o'sha vaqtda boshlangan Yuji va Mahiton antagonizmiga chiroyli va adolatli yakun qo'yadi. Yuji oxir-oqibat o'zini sof qahramon yigit terisi
ssenariysini yechib, shunchaki urush mexanizmi yuzini borligicha qabul qiladi va yuqori darajadagi ruh Mahito o'zini shunchaki o'zidan ketib qolgan, lekin haligacha qo'rqoq go'dakligini isbotlaydi. Blin, даже aytishga uncha gap yo'q. Bu qismi prosta ko'rish, bizani kontekstda qayta ko'rish kerak, bolalar, qizlar. Rostdan maslahat beraman. 3-sezon 4-chi Perfect Preparation va bugungi videodagi oxirgi epizod nisban свежий, yangi sezondagi meni fikrim bo'yicha eng yaxshi qism. Yuta, sorry, lekin seni yaxshi ko'rgan qizingni qismi sanikidan yaxshiroq. Lol. Bu qism haqida bundan oldingi videoda yetarlicha gapirdim deb o'ylayman va bundan keyin ham nasib qilsa alohida gaplashamiz. Shuning uchun bu yerda sal qisqacharoq bo'laman. Yigena yana bir marta omadi keldi va ideal balansga yana bir marta qo'li tegdi. Maki va Mai o'rtasidagi drama menda har doim chuqur qayg'u uyg'otadi va undan keyin keladigan top tier action bu absolut sinema. Emotsiyalar, animatsiya, tana fizikasi, epiklik va Jujukadagi eng yaxshi personajlardan biri va eng yaxshi arkalardan biri. Bu qism men uchun butun jo'dgarlar jangidagi eng yaxshilardan biri va 3-sezondagi umuman olgandagi eng yaxshisini qiladi. Xullas, shunaqa. Uzoq vaqt aktiv bo'lmaganiga yana bir marta sorry. Yana bitta Jujuka haqida video olib, Taxtlar o'yini bo'yicha ssenariysini yozib bo'lgan videoyimni qilishga o'tirsam kerak. Lekin u uzun bo'ladi, tam oldingi Jujutsu Kaisen haqidagi uzun videoga o'xshab. Shuning uchun uni qilish protsessida sal maydaroq videolar tashlab turaman. Anime haqida yana bir ikkita fikrlar bor. Yo, ja bo'lmasa bir paytlar kino bloger bo'lganimni eslarman. Xullas, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, o'zingizlarning eng sevimli qismlaringlarni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Birga muhokama qilamiz va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'linglar. E'tiboringlar uchun gigantik va galaktik rahmat. Sizlar bilan har doimgidek men Astros bo'ldim. Sog' va salomat bo'linglar.